Ko'rib turgan joyingiz Adirlik. Bu Adirlikda mana shunaqa g'orchalar bor. 2014-15 yil davomida mana shu inson G'ofur bobo tomonidan teshib o'tilgan 238 metr bobo. 238 metr uzunligi o'lchadik. Adirlikda boqilish uchun, mana shu yerda suv olish uchun mana shu yerda o'tgan teshib. Mana shu inson hozir necha yoshdasiz? 72 da bo'ldim. Xudo xolasa G'ofur bobo bilan kirib nar tarafga o'tamiz. Boshimizga tagib olamiz, ha. Boshimizga kiyib oldik. Endi bo'lsa oyoqlarimiz chang bo'lmasligi uchun mana shularni ham kiyib olsak. Har ehtimolga qarshi deyapti, chunki ilon bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Kirmaganimizga ham 5-6 yil bo'lib ketdi. Balandligi 150 metrlar baland. G'orning ham yana ovuzi 120, balandligi 1,5-2 metr. Kiramizdan kirib, mana kirib. Qani yo'lboshdan qani? Yo bismillah deb. Har ehtimol qarshi beldi o'tkazib bir narsa bo'lsa, hujum qilsam o'qib. Demak, g'orga kirish boshlandi. Nima? Yorib beryapti falan ko'taradi. Fanarigim bor. Mana yorib berib, balandlarni olavering. Oyoq masta tagiga qarab, keyin bir banka qo'yibdi-da. Ichida mana palitini turib o'tkazib ketganmiz suv mana 50lik. Turgan joylar mana, qarang. Mana hozir apasimday o'tirib qarang, Nuraydan o'tirib ko'rdingizmi? Ketdik bobo. Mana qarang. Qo'rqmang bobo, qo'rqmang Nuray. Mana qarang. Bobo yaqinlashib qoldik-mi? Qayerga ketasiz? Endi mana bu yoqdan chiqib ketamiz orqaga. 3 metrlar kovladi pastga qarab. To'kam olib o'tgansizlar, ha? Ha, to'p ichidan to'p o'tkazib ketgan. Bu tarafda bitta uyimiz bor-da. Voy. Nihoyat. Mana shu chiqib kelgan g'orimizdan mana shu suv o'tkazib, G'ofur bobomiz mana shu yerda hammasini bog' qilgan, uycha qurgan. Bu yerdan tovuqxona, qiyoqxona qilgan. Bu joyimiz Qumqo'rg'on tumani G'alaba mahallasida. Hozir biz kirgan joy mana shu joy bo'lsa, hozir o'tib nartarafdan chiqdik. Qishloqning atmosferasi gap yo'q. Hamma joy yam-yashillik. Eng asosiy mehnatkash insonlar. Ketdim. Bir o'zingiz qilgansiz buni? Turmush o'rtog'im To'xtagul Hajimova birgalikda ikkalamiz ichkarida men to'proq solib berdim arabaga. To'xtagul Hajimova arabani chiqarib tashqariga to'kib kelaverdi. Ha, sizlarga rahmat. Ko'rishamiz. Mayli, Mama. Rahmat. Xo'p. Mayli, qachamangizlar. Zo'r ish. Mayli.